Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, do'stlar. Bugun siz bilan shunday bir mavzuda gaplashamizki, bu har birimizning kelajagimizga, ayniqsa keksaygan chog'imizdagi moliyaviy barqarorligimizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi kunda pensiya masalasi juda ko'pchilikni o'ylantirayotganini bilaman. Davlat pensiya tizimida doimiy ravishda o'zgarishlar yuz beradi. Ammo ba'zi o'zgarishlar shunchaki kichik tuzatishlar bo'lsa, ba'zilari esa hayotimizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. May oyda bo'ladigan bu o'zgarishlar hammaga emas. Faqat ba'zi toifadagi pensiya oluvchilarga qanday qilib ikki karra pensiya oshishi mumkinligini aytib beraman. Bu ma'lumot shu qadar muhimki, uni hozirda bilib olmasangiz, keyinchalik afsuslanishingiz mumkin. Bu shubhasiz pensiya tizimida uzoq vaqtdan beri kuzatilmagan hodisa bo'ladi. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Keling kechiktirmasdan boshlaymiz. Pensiya tizimida avvalgi holat qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalambor, pensiya hisoblash va uni oshirish mexanizmlari doimo muayyan qoidalar asosida amalga oshirilgan. An'anaviy tarzda har yili odatda bir necha marotaba pensiyalar inflyatsiya darajasini qoplash maqsadida indeksatsiya qilinardi. Bu degani narxlar ko'tarilishi bilan pensionerlarning xarid qobiliyatini saqlab qolish uchun ularning pensiyalariga ma'lum bir foizda qo'shimcha mablag' qo'shilar edi. Bu oshirish ko'pincha hamma uchun bir xil foizda yoki ma'lum bir belgilangan miqdorda bo'lib, umumiy aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan umumiy siyosatning bir qismi edi. Pensiyaning o'lchami asosan fuqaroning mehnat stajiga, ishlagan davridagi o'rtacha ish haqiga va pensiya hisobini amalga oshirishda qo'llaniladigan koeffitsiyentlarga bog'liq bo'lgan. Siz 30 yil ishladingizmi yoki 35 yil? Ish haqingiz qanchalik yuqori bo'lgan? Bularning barchasi yakuniy pensiya miqdoriga bevosita ta'sir ko'rsatar edi. Biroq bu tizimning o'ziga xos kamchiliklari bor edi. Uzoq yillik stajga ega bo'lganlar, ko'p mehnat qilganlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmlari yetarli darajada emas edi. Davlat iqtisodiyotiga uzoq yillar davomida bevosita hissa qo'shgan fuqarolarning mehnati har doim ham munosib tarzda baholanmasdi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Ma'lumki, hukumat tomonidan yaqinda qabul qilingan yangi qonun yoki prezident qarori bu aniq emas, lekin uning mohiyati shunda pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar ro'y berishini ta'minlaydi. Aynan 2026 yil may oyidan boshlab amalga oshishi kutilayotgan bu ikki karra oshish deganda nafaqat oddiy inflyatsion indeksatsiya, balki uning ustiga qo'shimcha bir mexanizm ishga tushishi tushuniladi. Bu yangi mexanizmning asosiy maqsadi uzoq yillar davomida davlat iqtisodiyotiga fidokorona hissa qo'shgan shaxslarni, shuningdek ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj bo'lgan ayrim toifadagi pensionerlarni rag'batlantirish va ularning turmush farovonligini sezilarli darajada oshirishdir. Aslida bu shunday bir dasturki, u adolat tamoyilini pensiya tizimiga yanada chuqurroq singdirishga qaratilgan. Ya'ni kim qanchalik uzoq ishlagan bo'lsa, qanchalik ko'proq qiymat yaratgan bo'lsa, yoki hayotda qanchalik og'ir vaziyatga tushgan bo'lsa, shunchalik ko'proq moliyaviy qo'llab-quvvatlanadi. Bu mexanizm orqali pensiya miqdori standart oshishdan tashqari yana bir marta ikkinchi omil hisobiga oshiriladi. Bu esa ayrim toifadagi pensionerlar uchun haqiqatan ham pensiya jekpoti degan ma'noni anglatishi mumkin. May oyidagi bu ikki karra oshish kimlarga taalluqli bo'ladi va bu haqida nimalarni bilishimiz kerak? Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu ikki karra oshish mutlaqo hammaga berilmaydi, balki ma'lum mezonlarga javob beradigan pensionerlarga tegishli bo'ladi. Bu yangi dastur bir nechta asosiy guruhlarni qamrab oladi va har bir guruh uchun o'ziga xos shartlar mavjud. Birinchi toifa uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lgan fuqarolar. Bu yerda eng katta e'tibor mehnat stajiga qaratiladi. Agar sizning umumiy mehnat stajingiz ma'lum bir chegaradan, masalan 4 yildan ortiq bo'lsa, siz ushbu imtiyozga ega bo'lishingiz mumkin. Bu nafaqat rasmiy bandlikni, balki pensiya hisoblashda inobatga olinadigan barcha mehnat faoliyati davrlarini o'z ichiga oladi. Misol, Ahmad aka 6 yoshda Buxoro viloyatining Olot tumanida yashaydi. U umrining asosiy qismini paxta dalalarida traktorchi bo'lib ishlagan. Uning mehnat daftarchasida 42 yillik uzluksiz mehnat staji qayd etilgan. Hozirgi kunda uning pensiyasi 2 million so'm. An'anaviy tarzda may oyidagi standart indeksatsiya orqali pensiya 15 xonaga oshishi mumkin edi. Ya'ni Ahmad akaning pensiyasi 2 million yoki 2,5 million so'mga yetishi kutilardi. Ammo yangi qonunga ko'ra
qadri yildan oshgan har bir yil uchun pensiyaga qo'shimcha ravishda X foiz yoki ma'lum bir miqdorda bonus berilishi ko'zda tutilgan. Agar Ahmad akaning staji 42 yil bo'lsa, unga 40 yildan keyingi har bir yil uchun masalan 1000 so'mdan qo'shimcha bonus berilishi mumkin. Bu taxminiy raqam. Demak, uning holatida 2 yil uchun 100 ming so'm. Bu bonus o'ttiz standart o'shirish bilan birga qo'shiladi. Shunday qilib, agar standart o'shirish 15 bondesol bo'lsa, 300 ming so'm, uning umumiy o'shishi 300 ming so'm plus 100 ming so'm 400 ming so'mni tashkil qiladi. Bu esa uning pensiyasini 2 milliondan 2004 million so'mga ko'taradi. Bu esa aslida oddiy 25 badedi o'shirishdan sezilarli darajada yuqoridir. Deyarli 2 karra degan tushunchaga mos keladi. Agar birinchi o'shish 25 badedi, ikkinchi bonus ham shu miqdorda qo'shimcha qiymat bersa. Bunday holatda Ahmad aka nafaqat inflyatsiya darajasida, balki o'zining uzoq yillik mehnati uchun ham munosib rag'batlantiriladi. Ikkinchi toifa, ma'lum bir ijtimoiy toifaga kiruvchi pensionerlar. Bu toifaga nogironligi bo'lgan shaxslar, urush faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar kabi alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan fuqarolar kiradi. Ularning hayot sharoitlarini yaxshilash va davlat tomonidan ko'rsatiladigan g'amxo'rlikni kuchaytirish maqsadida ularga ham qo'shimcha imtiyozlar beriladi. Misol, Fotima opa 7 yoshda Samarqand shahridan. Ikkinchi jahon urushi davrida mehnat frontida fidokorona ishlagan. Hozirda il guruh nogironi hisoblanadi va pensiyasi 7,80 million so'mni tashkil etadi. Unga ham har yili standart pensiya indeksatsiyasi qo'llaniladi. Yangi dasturda esa aynan shu toifadagi shaxslar uchun ularning xizmatlarini e'tirof etuvchi qo'shimcha 11 bonus joriy etilishi mumkin. Bu bonus bevosita inflyatsiya o'sishidan tashqari beriladi. Natijada agar standart o'shirish 25 barbedi bo'lsa, 2 million so'mdan 270 ming so'm. Fotima opaga qo'shimcha 10 barbedi bonus 180 ming so'm ham beriladi. Jami o'shish 270 ming plus 180 ming 470 ming so'mni tashkil etadi. Bu esa uning pensiyasini 8 milliondan 2,5 million so'mga ko'taradi. Bu oddiy ilbikiz o'shishga nisbatan qariyb 2 barobar ko'proq foyda demakdir. Uchinchi toifa pensiya miqdori past bo'lgan, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan pensionerlar. Bu guruhga kiruvchi pensionerlarning pensiya miqdori mamlakatdagi eng kam pensiyaning ma'lum bir foizdan past bo'lgan holatlarda ularga moliyaviy yordam ko'rsatish maqsadida qo'shimcha pul ajratiladi. Bu ayniqsa yolg'iz yashovchi pensionerlar yoki oilasida moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgan shaxslar uchun juda muhimdir. Misol, Dilorom opa 67 yoshda Qashqadaryo viloyatidan. Uning pensiyasi turli sabablarga ko'ra juda kam atigi 2 million so'm. Bu miqdor albatta bugungi kunda asosiy ehtiyojlarni qoplash uchun yetarli emas. Yangi dasturda aynan kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash doirasida Dilorom opaning pensiyasiga alohida qo'shimcha berilishi mumkin. Bu qo'shimcha bonus uning pensiya miqdorini ma'lum bir minimal darajaga yetkazishga qaratilgan bo'ladi. Agar standart pensiya o'sishi 10 badin bo'lsa, 120 ming so'm. Dilorom opaga yana 15% gacha bo'lgan ijtimoiy bonus qo'shilib, umumiy o'shirish 20-25% yetadi. Masalan, unga qo'shimcha 15 ming so'm berilsa, jami o'shish 20 ming plus 300 ming so'm bo'ladi. Natijada uning pensiyasi 2 milliondan 20 million so'mga ko'tariladi. Bu ham oddiy indeksatsiyadan 2 barobar ko'p o'sish demakdir. Muxtasar qilib aytganda, 2 karra o'sish deganda oddiy, har yil amalga oshiriladigan indeksatsiyadan tashqari yuqorida sanab o'tilgan toifadagi fuqarolarga qo'shimcha maxsus bonus yoki koeffitsient hisobiga yana bir marta pensiyaning sezilarli darajada oshirilishi tushuniladi. Bu qo'shimcha o'sish ularning uzoq yillik mehnati yoki ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida amalga oshiriladi. Lekin bu yerda diqqat qilish lozim bo'lgan istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar ham mavjud. Har bir yangi tizimda bo'lgani kabi, bu pensiya jackpoti dasturida ham e'tiborga olinishi lozim bo'lgan bir qancha istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni yoqimsiz kutilmagan holatlardan himoya qilishi mumkin. Birinchi navbatda ishlaydigan pensionerlar masalasi. Diqqat qiling, agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz ham, hali ishda davom etayotgan bo'lsangiz, sizning holatingiz biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda ishlaydigan pensionerlar uchun pensiyaning standart indeksatsiyasi amalga oshiriladi.
Lekin bu maxsus 2 karra oshish bonuslari ularga tatbiq etilmasligi mumkin. Yoki bonus miqdori kamaytirilishi mumkin. Buning sababi davlat iqtisodiyotga faol hissa qo'shayotganlarga nisbatan ijtimoiy himoyaga muhtojroq bo'lganlarni ustuvor deb bilishi mumkin. Shuning uchun agar siz ishlaydigan pensioner bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizning aniq holatingizni tushuntirib berishingiz shart. Ikkinchi muhim jihat hujjatlarning to'liqligi va ularning haqqoniyligi. Aksariyat hollarda pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi har qanday o'zgarishlar faqatgina barcha zarur hujjatlar mavjud bo'lgandagina va ular rasmiy tarzda tasdiqlangandagina amalga oshiriladi. Agar sizning mehnat stajingiz to'liq tasdiqlanmagan bo'lsa yoki mehnat daftarchangizda qandaydir kamchiliklar mavjud bo'lsa, bu sizni ushbu 2 karra oshish imkoniyatidan mahrum qilishi mumkin. Masalan, ba'zida eski davrlardagi ish joylaridan ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Agar ish joyi tugatilgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumot qidirish zarur bo'ladi. Bu jarayon vaqt talab qiladi va uni kechiktirmaslik kerak. 3-noaniq bu muddatlar. Garchi 2026 yilning may oyida pensiya oshishi kutilayotgan bo'lsa-da, ba'zida bunday imtiyozlarni olish uchun ma'lum muddatlarda murojaat qilish talab etiladi. Agar siz belgilangan muddatdan kechikib murojaat qilsangiz, siz ushbu bonuslardan mahrum bo'lishingiz yoki ularni kechikish bilan olishingiz mumkin. Hukumat qarorining to'liq matnini o'rganish va undagi barcha talablarni o'z vaqtida bajarish juda muhimdir. 4-muhim e'tiborga molik jihat. Bu oshirish aynan qaysi pensiya miqdoriga nisbatan hisoblanishi. Ba'zi hollarda bu bonuslar nafaqat hozirgi pensiya miqdoriga nisbatan, balki pensiya hisoblanishida ishlatilgan asl bazaviy miqdorga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin. Bu esa yakuniy miqdorda sezilarli farqni anglatadi. Shuningdek, so'nggi yillarda pensiyasi qayta hisoblangan yoki yangi tayinlangan shaxslar uchun bu qo'shimcha oshirish mexanizmi boshqacharoq ishlash ehtimoli bor. Masalan, agar sizning pensiyangiz yangi qonunchilik asosida yaqinda qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa, siz allaqachon ba'zi bonuslarni olgan bo'lishingiz mumkin. Va may oyidagi oshirish sizga boshqa toifadagi pensionerlarga nisbatan kamroq ta'sir qilishi mumkin. Bu juda muhim tafsilot bo'lib, har bir holat individual ravishda ko'rib chiqilishini talab qiladi. Yana bir tuzoq, bu noto'g'ri tushunchalar. Ayrim odamlar bu 2 karra oshish mutlaqo har bir pensionerga tegishli deb o'ylashlari mumkin. Lekin yuqorida aytib o'tganimizdek, bu faqat ma'lum bir mezonlarga javob beradigan toifalar uchun mo'ljallangan. Shuning uchun sizning holatingiz aynan qaysi toifaga kirishini aniq bilib olish va noto'g'ri taxminlarga asoslanmaslik juda muhim. Bu borada doim rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanish lozim. Ushbu istisnolar va noaniq jihatlarni hisobga olgan holda har bir pensioner o'zining shaxsiy holatini sinchkovlik bilan o'rganishi va kerakli qoralarni ko'rishi shart. Faqatgina shundagina siz ushbu pensiya jackpoti imkoniyatini maksimal darajada ishga solishingiz mumkin. Amaliy maslahatlar nimalar qilishingiz kerak? Endi esa barcha bu ma'lumotlarni hisobga olgan holda sizning moliyaviy kelajagingiz uchun eng muhim qismga amaliy maslahatlarga o'tamiz. Bu yerda sizga aniq qadamlar, hujjatlar va murojaat qilish tartibi haqida ma'lumot beraman. Esingizda bo'lsin, ol bo'lish va o'z huquqlaringizni himoya qilish juda muhim. Birinchi va eng muhim qadam hujjatlaringizni tartibga soling. Sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagilardan iborat: pasportingiz, mehnat daftarchangiz. Agar u eski shaklda bo'lsa va unda qandaydir xatolar yoki to'liqsizliklar bo'lsa, ularni hozirdan aniqlab tuzatishga harakat qiling. Bu ba'zan ish joyingizdan arxiv ma'lumotnomalarini olishni talab qilishi mumkin. Nikoh guvohnomasi. Agar sizning familiyangiz mehnat faoliyatingiz davomida o'zgargan bo'lsa, oliy ma'lumot diplomingiz agar mavjud bo'lsa, harbiy guvohnoma erkaklar uchun. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa. Bu hujjatlarning barchasini to'liq va tartibli holatda saqlashingiz zarur bo'lsa, ularning nusxalarini olib qo'yishingiz lozim. Hujjatlardagi har qanday nomuvofiqlik pensiya oshirish jarayonini kechiktirishi yoki umuman to'xtatib qo'yishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Muhimi, kutib o'tirmasdan proaktiv bo'lish. May 2026 yilgacha hali vaqt bor, lekin hozirdan boshlab tayyorgarlik ko'rish aqlli harakat. Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga tashrif buyuring. Ulardan aynan sizning holatingizda ushbu 2 karra oshish sizga taalluqli bo'ladimi yoki yo'qmi?
qaysi mezonlarga javob berishingiz kerakligi haqida aniq ma'lumot so'rang. Afsuski, ba'zida rasmiy idoralardagi xodimlar ham barcha yangi qoidalardan to'liq xabardor bo'lmasliklari mumkin. Shuning uchun o'zingiz ham mavzu bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lishga intiling va o'zingizning savollaringizni aniq bering. 3-qadam yozma murojaat va javob talab qilish. Agar sizga og'zaki tushuntirishlar yetarli bo'lmasa yoki sizga noaniq javob berishsa, ariza bilan murojaat qiling va yozma javob talab qiling. Ariza nusxasini va uning qabul qilinganligi haqidagi belgi, qabul sanasi va raqami bilan o'zingizda saqlang. Bu kelajakda ehtimoliy tushunmovchiliklar yoki nizolarni oldini olishga yordam beradi. Yozma javob orqali siz qonuniy asosda ma'lumot olgan bo'lasiz. 4-qadam davlat xizmatlari markazlari va onlayn portallardan foydalanish. Davlat xizmatlari markazlari orqali ham pensiya masalalari bo'yicha ma'lumot olishingiz va ayrim xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Ba'zi viloyatlarda va umuman My.gov, Uz elektron hukumat portali orqali ham dastlabki ma'lumotlarni olish, mehnat stajini tekshirish, shaxsiy hisobingiz holatini ko'rish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Bu xizmatlar sizning vaqtingizni tejashga yordam beradi. 5-qadam mustaqil maslahat olish. Agar sizning pensiya miqdoringiz hisoblangandan shubha tug'ilsa yoki pensiya jamg'armasining javobidan qoniqmasangiz, mustaqil yurist yoki moliyaviy maslahatchiga murojaat qiling. Ular sizga huquqiy jihatdan to'g'ri yo'nalish berishi va pensiyangizni qayta hisoblashda yordam berishi mumkin. Ba'zi hollarda sud orqali pensiyani qayta hisoblashga erishish mumkin. 6-qadam taxminiy hisob kitob qilishni o'rganing. Sizga pensiya hisoblashning asosiy tamoyillarini o'rganish zarar qilmaydi. Bu sizga qanday o'sish kutishingiz mumkinligini taxminan hisoblashga yordam beradi. Pensiya miqdori mehnat staji, o'rtacha ish haqi va inflyatsiya koeffitsientlariga bog'liqligini eslang. Sizning holatingizda qo'llanilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha koeffitsiyentlarni ham hisobga oling. Ushbu amaliy maslahatlarga amal qilish orqali siz o'zingizning huquqlaringizni himoya qilgan holda 2026 yil may oyida kutilayotgan pensiya o'sishidan maksimal darajada foydalana olishingiz mumkin. Har bir qadamni jiddiy qabul qiling va vaqtni bo'y bermang. Xulosa qilib aytganda, 2026 yil may oyida kutilayotgan pensiya o'sishi bu shunchaki oddiy indeksatsiya emas. Balki ma'lum toifadagi pensionerlar uchun haqiqiy moliyaviy imkoniyatdir. Bu davlatning uzoq yillar xalqqa xizmat qilgan, iqtisodiyotga hissa qo'shgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarga ko'rsatayotgan e'tibori va g'amxo'rligining yaqqol ifodasidir. Uni qo'ldan boy bermaslik uchun hozirdan harakatni boshlash muhimdir. Hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'z huquqlaringizni biling. O'z kelajagingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga oling va bu muhim imkoniyatdan foydalaning. Aziz do'stlar, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu ma'lumotlar sizga aniq yo'nalish berdi va harakat qilishga undadi deb ishonaman. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha